2010-yilda Real Madrid Interda treble qayd etgan murabbiy Jose Mourinhoni jamoaga olib keladi. O'sha davrlarda Real Madrid muxlislari uchun bu Mbappe transferidan ham kattaroq ko'ringan, chunki Prime Barcelonani to'xtatgan murabbiy Real Madridga kelayotgan edi. 16 yildan keyin esa Real Madrid The Special One'ni ikkinchi marotaba jamoaga olib kelmoqda. Fabrizio Romano xabar berishicha, Mour transferi deyarli 90% hal qilingan va keyingi hafta rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Tchouaméni va Valverde o'rtasidagi jang, Vinicius va Mbappening birga o'ynay olmasliklari va kiyim almashtirish xonasidagi boshqa muammolarni aynan Jose Mourinho hal qilishi kutilmoqda. Va sezganingizdek, bugungi video Jose Mourinho va Real Madrid haqida bo'ladi. O'zi bugun Ispaniya yoki Fransiya haqidagi video chiqishi kerak edi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra bir necha kunga kechiktirildi. Endi boshladik. Mourinho haqida qisqacha. Xabi Alonso iste'foga chiqarilgandan keyin keyingi murabbiy katta ehtimol Jurgen Klopp bo'lishi kutilgan. Klopp yagona kandidat emas edi. Mauricio Pochettino, Lionel Scaloni hamda Jose Mourinho ham ushbu ro'yxatda bo'lishgan. Lekin Perez negadir aynan Mourni tanlab Real Madrid murabbiy qilmoqda. Real Mourinho bilan may oyi boshida aloqalarni o'rnatgan. Madrid Chempionlar Ligasi va La Ligani qo'ldan chiqargandan keyin Zidane Fransiya terma jamoasini boshqarish niyatidaligi uchun Realni rad etadi. Klopp ham Realga kelmaganligi uchun yagona variant Mourinho bo'lib qolgan. Shaxsiy fikrimni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, yo'q, Mourinho Realda katta ehtimol muvaffaqiyatga erisha olmasa kerak. Chunki Interdagi treblelar, Chelsea va Portudagi katta sovrinlar o'tmishda qolib ketdi. Qolaversa, Jose Mourinhoning stili ham qisqa qilib aytganda anti-futbol yoki harambol. O'zi shunday ham Alonso ketgandan keyin Realning o'yinini ko'rish juda achinarli edi. Aniq bir stil, taktika yo'q. Faqat tezkor qarshi hujumlar va Vini hamda Mbappening individual mahorati sabab natijalar qayd etilgan. Lekin katta jamoalarga qarshi bu ishlamasligini 2 yildan beri ko'rib kelmoqdamiz. Ustiga ustak Mourinho juda toksik murabbiy, ya'ni yo'q joydan muammo chiqara oladigan. Agar uning butun karyerasiga nazar solsak, u hech bir jamoada 3 yildan ko'proq qola olmagan. Birinchi mavsumi yaxshi o'tadi, ikkinchisida o'rtacha, uchinchi mavsumda esa uning strategiyasini hamma o'rganib, kuboklarsiz qoldirishadi. Futbolchilar bilan ham Mourinho juda ko'p konfliktlarda qatnashgan. Roma, Chelsea, Tottenham va Fenerbahchedagi janjallari bunga misol. Bir qiziq voqeani aytib o'taman. Real Benfica bilan play-off bosqichida o'ynaganda Benfica futbolchisi Prestiani Vini bilan tortishib qizil olib maydonni tark etadi. Mourinho esa o'z press konferensiyasida ochiqchasiga Viniciusni ayblagan, ya'ni Vinining o'zi provokatsiya qilib janjal boshladi deya. Va uchrashuvdan keyin Benficaning Sidney ismli futbolchisi Vinidan futbolkasini so'raydi va Mourinho uni o'sha voqeadan keyin umuman maydonga tushirmagan. Endi tasavvur qiling, bu ikkalasi bir jamoada o'ynasa nima bo'ladi? Hammamiz yaxshi bilamiz, Ronaldo ham o'z vaqtida murabbiylar bilan tortishgan, hatto Mourinho bilan ham. Lekin Cristiano bir mavsumda 50-60 talab gol kiritib buni kompensatsiya qilar edi. Vinicius esa Ronaldo emas, u 50 ta golni 3 yilda kiritsa kerak. Lekin egosi, ya'ni o'zini boshqalardan ustun qo'yishi Ronaldonikidan balandroq. Nega Mourinhoni Realga olib kelmaslik kerak edi? Birinchi fakt, Mourinho o'zgardi. Ha do'stlar, aytib o'tganimdek oldingi treblelar va Yevrokuboklar o'tmishda qolib ketdi. Oldingi Mourinho futbolchilardan 200% kuch bilan harakat qilishini talab qilib motivatsiya bergan. O'sha davrlarning top murabbiylarini sharmanda qilib, Yevropa ligasini umuman turnir sifatida ko'rmasligini aytgan. Qolaversa Mourinhoning o'zi futbolchilarni ham yaxshi himoya qila olardi. Lekin endi hammasi o'zgardi. Hozirgi paytda esa Jose umuman boshqa murabbiyga aylangan. Yevropa ligasini arda tursin, konferensiyalar ligasini ham nishonlaydigan, o'z futbolchilari bilan ko'pincha kelishmovchilik chiqaradigan murabbiy. Chelsea'da John Terry, Diego Costa, Oscar, MU'da Mkhitaryan va Tottenhamda Ndombele bilan chiqisha olmasdan muammolarni yuzaga keltirgan. Oldingi Jose Inter va Portuda va 2000-yillarning oxirida Chelsea futbolchilari bilan aka-ukadek bo'lib ketgandi va hammasi 2010-yillar Realga kelgandan keyin o'zgargan. Qolaversa futbol o'zgarayotgani sabab Mourinho o'z stilini ham yo'qotdi. Fenerbahchedagi davrda ham Chempionlar Ligasidan juda erta chiqib ketishini hech kim kutmagan. La Ligadagi hakamlar qanchalik qattiqqo'lligini hisobga olsak, Mourinho Realda keyingi mavsumning o'zida kamida 2 ta qizil kartochka olsa kerak. Murabbiy hozirgacha 15 marotaba maydondan chetlatilgan. Real Madrid TV uchun yaxshi kontent bo'lib beradi. Endi eng asosiy narsa kuboklar haqida gaplashsak. Oxirgi marotaba Jose 2015-yilda Chelsea bilan kattaroq sovrin yutgan, ya'ni Premier Ligani, keyinchalik United bilan Yevropa Ligasini, Angliya Kubogini, Roma bilan Konferensiyalar Ligasini yutadi. Lekin menimcha Real Madrid bunday darajadagi murabbiydan yaxshirog'iga loyiq. Jose Mourinho oxirgi marta Chempionlar Ligasi play-offida 12 yil oldin g'alaba qozongan.
Chempionlar Ligasi prioritet bo'lgan Real Madrid uchun bu shunchaki absurd. Mayli, keling, endi Mourinyoga negativlikni to'xtatib, yaxshi tomonlarini ham aytib o'tsak. Mourinyo Realda 100 ochko jamg'arib, La Ligada rekord o'rnatadi. 2012-yilda, agar yillarni hisobga olsak, Mour 2011-yilda Qirollik Kubogida g'alaba qozonadi. Chempionlar Ligasidan Barsaga yutqazib chiqib ketgan. La Ligada esa sharmandali 5-0 hisobidagi mag'lubiyat. 2012-yilda ham faqatgina La Liga, Chempionlar Ligasida Bavariyaga yutqazgan. Ispaniya Kubogida esa Barselonaga. 2013-yil esa umuman kuboklarsiz yakunlanadi. Demak, 3 yil ichida 3 ta trofey: La Liga, Super Kubok va Qirollik Kubogi. Eslatib o'taman, Hansi Flick krizisdagi Barsa bilan ushbu natijaga 1 yilda erishadi. Mourinyoning muxlislari ham aytishi mumkin, Real Ancelottini ham qaytarib olib kelgan-ku. Qara, 2 ta La Liga va 2 ta Chempionlar Ligasini qo'lga kiritdi deb. Lekin tan olaylik, Mourinyo va Ancelotti boshqa murabbiylar. Ularning stili ham yer va osmondek farq qiladi. Xullas, Mourinyo Realda yoki super muvaffaqiyatli bo'lib Madridni yangi darajaga olib chiqadi, yoki butunlay buzib yuborishi mumkin. Mbappe va Vinicius Junior pressing qilmasa, Mour Arbelovadak ayab o'tirmaydi, bilasiz. Pogba bilan mashg'ulotlardagi janjalni ham yaxshi eshitgan bo'lsangiz kerak. Mbappeni bilmadim, lekin Vini bilan ham shunday voqea yuz bersa, hayron qolmayman. Bir rus blogeri aytishicha, Mourinyoning Realga kelishi jamoaga Vitiniyani olib kelish uchun mo'ljallangan ekan. Ya'ni Mourinyoning agenti Jorge Mendes, Real Madrid esa Mendes bilan ishlamas edi. Mourinyo kelishi bilan Mendes va Perez o'rtasidagi munosabatlar yana qayta tiklanishi va so'ngra Vitiniya Realga kelishi mumkin. Xullas, Mourinyo 2004-yildan 2012-yilgacha futbol tarixidagi eng buyuk murabbiylardan biri edi. Doimiy sovrinlar, Chempionlar Ligasida kamida yarim finalgacha borgan. Lekin aytib o'tganimdek, endi u davrlar yo'q. Mourinyodan faqatgina nomi, reputatsiyasi va aurasi qolgan. Afsuski, The Special One'ning karyerasining ikkinchi yarmi faqatgina janjallar, muvaffaqiyatsizliklar va anti-futbol stili bilan o'tmoqda. Baribir 2026-yildagi futbol 2012-yildagi futboldan ancha farq qiladi. Intensiv pressing va pozitsion futbol Mourinyoning harambolni yo'q qilib yuboradi. Jose Mourinyoning karyerasi xuddi Conor McGregornikiga o'xshash. Karyerasining boshida ajoyib start, o'ziga ishonch hamda aqlga sig'mas natijalar. Lekin ikkinchi yarmida Joseda ham Conorga o'xshab faqatgina ismi qolgan. Agar shularga ham qaramasdan Mour Real bilan natija ko'rsata olsa, bundan men faqatgina xursand bo'lgan bo'lardim. Baribir futbol tarixini o'zgartirgan murabbiylardan biri. O'zi Real Madrid Xabi Alonsoga imkon berish kerak edi. Yarim yil vaqt berib, natija bo'lmagandan keyin uni iste'foga chiqarish umuman tushunarsiz. Baribir Arbelova kelgandan keyin hech nima o'zgarmadi. Aynan Alonso qo'l ostida Real chiroyli o'yin ko'rsatib kelayotgandi. Aniq ayta olaman, 2 yil ichida Xabi Alonso kerakli futbolchilar bilan Realda Chempionlar Ligasini yuta olardi. Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'ling. Va Mourinyoning Real Madriddagi karyerasi haqidagi fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha sog' bo'ling.